Sizin balanız 6 aylıkni doldurib 7 aya qaradi, to'g'rimi? Hali lekin shu vaqtgacha siz ona sutindasiz, lekin qo'shimcha hech qanday prekorm qo'shmadingiz, to'g'rimi? Aslında apa sutindagi bolalara 6 oylikdan prekorm qo'shishimiz kerak bo'ladi. Noladan qo'shishimiz kerak degan savol tug'ilishi mumkin. Bunda botkalar beramiz. Masalan, boshda donli botkalar, masalan, birinchili botka, grechkali botka, ovsyankali botka, makkali botka. Her birini berib, bularni hech birida bezovtalik kuzatilmasa, keyin multizlak, ya'ni hammasi aralashgan xildagi botkalarni bersangiz bo'ladi. Tushundingiz axir? Endi bunga qo'shimcha ravishda yana nimalar bersangiz bo'ladi? Sabzavotli pyurelar. Sabzavotli pyurelaringiz nechik bo'lsin? Kabachok, gulkaram, brokoli, kartoshka, keyin sabzi, qovoqli botkalar, mevalardan olma, guruchani hozirgi vaqt oyliqinda bug'da qo'yib, parda pishirgan holda pishirilgan mevani pyuretib bersangiz kerak bo'ladi. Xom holatda emas, sabzavotdan, botkalar ham hammasini pishirgan holatda yedirasiz. Endi yana bir narsa, bola 6 oylikka qaradi, 6 oylikni doldurib sizga 7 oyga qaradi. Endi botka qo'shdikmi? Botka bilan albatta yanında suyuqlik berish kerak, suv ichirish kerak. Endi bu yanında chunki botka yeydi, balada chanqash bo'ladi. Buning vaqti balaga suv berish kerak. Endi gündalik pitaniyasida shu botkani izidan suyuqlik suv ichirib boshlaysiz.